Agar siz oshxonada bo'rish yoki palov tayyorlab uni tarqatish omboriga topshirsangiz yoki shunchaki bu taomlarni tayyor holatda hisobga olishni xohlasangiz, unda tizimda ularning tayyorlanishini yaratishimiz kerak bo'ladi. Ayko tizimida bu hujjat tayyorlash dalolatnomasi deb ataladi. Keling, uni yaratib ko'ramiz. Tovarlar va omborlar blokini ochamiz. Hujjatlar moduliga o'tamiz. Tayyorlash dalolatnomasi bo'limini tanlab, yaratish tugmasini bosamiz. Hujjatning yuqori qismida tayyorlanishi kerak bo'lgan taomlarni kiritamiz. Masalan, yarim tayyor palov. Miqdorini ko'rsatamiz. 10 kg va tayyorlash amalga oshiradigan omborni tanlaymiz. Aynan shu ombordan yarim tayyor palovning texnologik kartasi bo'yicha mahsulotlar hisobidan chiqariladi. Oshxona ombori bu maydon tayyorlangan taomlarni qaysi omborda hisobga olishingizni belgilaydi. Yarim tayyor palovni asosiy omborga yuboramiz. Tayyorlash amalga oshiriladigan ombor to'ldirilgandan so'ng, tizim ushbu hujjatni o'tkazish vaqtida qancha miqdorda ingrediyentlar hisobdan chiqarilishini ko'rsatadi. Hujjatni saqlaymiz. Tayyorlash dalolatnomalari yaratiladigan taomlar va yarim tayyor mahsulotlar uchun biz albatta texnologik kartalarning sozlamalarini o'zgartirishimiz kerak. Bu hisobdan chiqarish usuli. Agar ingrediyentlar bo'yicha hisobdan chiqarish usuli qoldirilsa, bunday holatda ingrediyentlar ombordan 2 marta hisobdan chiqariladi. Shuning uchun yarim tayyor palov sozlamasida hisobdan chiqarish usulini tayyor taom va zagotovka sifatida hisobdan chiqarishga o'zgartiramiz. Turli omborlar bilan ishlaganda tayyorlash hujjati tayyorlash bilan bir vaqtda tayyor taomlar va yarim tayyor mahsulotlarni omborlar o'rtasida ko'chirish imkonini beradi.